taktik xato bor. Texnik xatoni hamma ham qilishi mumkin. Bu professor ham, oddiy shifokor ham hamma qilishi mumkin texnik xato. Taktik xatoni qilish noto'g'riroq deb o'ylayman, og'irroq deyman. Chunki texnik xatodan taktik xato og'irroq holatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni taktik deganda misol uchun bitta bemorni oladigan bo'lsak, unga misol uchun oddiy ko'zga ko'rinadigan nima bo'layotgan bo'lsa, oddiy tish og'rig'i. Bitta bemorni og'rib turgan tishini olinishi kerak. Lekin shifokor og'rib turgan tishini emas, og'rimayotgan tishini olib qo'ydi. Bu taktik xato. Bu og'irroq. Agar o'sha shifokor o'sha og'rib turgan tishini olayotgan jarayonida ma'lum bir asoratlar bo'lishi mumkin edi. Tish misol uchun oxirigacha tozalash qiyinroq bo'lishi mumkin, ko'proq qonash mumkin. Bu texnik jarayon bo'ladi. Taktik jarayon u sog'lom tishini olib tashladi. U bemorga kerak edi. Bu tish sog'lom tish. Uni o'rniga kasal tishini olindirish kerak edi. Bu taktik xato. Endi osonroq tushunish bo'lsin deb aytyapman shu narsani. Texnik xato bilan taktik xatoni.